Kamol opa, hozirgi kunda yoshlar orasida diqqat va xotira pasayishi ko'p uchramoqda. Va buni sababi nima? Yoshlarda, ayniqsa hozirgi kunda globallashuv, muammolarning ko'pligi, hayot tarzining o'zgarishi yoshlarning orasida qo'rquv, xavotir, tushkunlik, ya'ni emotsional buzilishlarni olib kelgan va bu emotsional buzilishlar yoshlarning o'rtasida xavotir hisobiga diqqat jamlanishining qiyinlashishi va diqqat jamlanmagandan keyin xotirani ham buzilishiga olib kelyapti. Kamol opa, buni natijasida uyqu buzilishi ham bo'lishi mumkinmi? Albatta, ruhiy emotsional buzilishlar organizmni hissiy toliqishiga olib keladi va uyqu davrining kirib kelishini ham kechikishiga va bemorlarni uxlash jarayoni uzoqlashishiga olib keladi. Hayot sifatiga ham ta'sir qiladimi? Albatta, natijada kayfiyat o'zgaruvchanligi, yoshlarning o'rtasida yuzaga keladigan konfliktni jarayonlar yoki bo'lmasa o'qishdagi omadsizliklar, ish faoliyatini susayishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bu eng ko'p uchraydigan holatlar hisoblanadi. Agar sizda ham xotira va diqqat bilan bog'liq buzilishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta tibbiy psixologga murojaat qiling.